Aytding-ku, aniq eshitdim, 100%. Yo'q, unda nimaga eslamayapsan? Bo'ldi, endi telefoningni xabarga to'ldirib tashlayman. Xo'sh, oshiq-mashqlar. Mayli, unda keta qolay. Ichkariga o'sgan tirnog'im rosa og'riyapti. Oy, oyog'im, ay, oyog'im. Demak, shunday bo'lar ekanda. Ichkariga o'sgan tirnoqni bahona qilib qochish. Yo'l, gaplashgani kelgansan deb o'ylagan edim. Gaplashadigan hech narsa yo'q. Agar kodga qo'shig'ini ishlatsak, balki kanal videolariga yordam berarmidi deb o'ylagandim bo'ldi. Lekin xavotir olma, o'zim eplayman. O'zi sen bilan ishdan tashqari hech nima haqida gaplashmasligimiz kerak edi. Ko'z yoshlarim oqib yolg'iz ketarman yo'lda. Yumsam ko'zim o'sha xiyobon ko'rarman yana. Erkak va yo... Axir u senga